Vatanparvar tashkiloti hamda Swift Road Transport Academy va Zekasp xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyatlari o'rtasida imzolangan o'zaro hamkorlik memorandumiga binoan tashkil etilgan ushbu kursda Yevropada yuk va yo'lovchi tashuvchi haydovchi sifatida ishlash istagidagi o'zbekistonlik fuqarolar kod 95, adir va taxograf chip kartochkalari bo'yicha o'qitilishi belgilangan. Shuningdek, Swift Road Transport Academy mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan haydovchilar Yevropa ish muhitiga tez moslashishlari uchun rus va ingliz tillari bo'yicha maxsus o'quv moduli ham joriy etilgan. Bu modul orqali haydovchilar Yevropa logistika kompaniyalari vakillari bilan muloqot qilish, ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya etish va hujjat ishlarini yuritish uchun zarur bo'lgan asosiy til ko'nikmalarini egallaydilar. Mashg'ulotlar soha terminologiyasi va haydovchilik kontekstiga moslab tuzilgan. Kursni muvaffaqiyatli yakunlagan haydovchilar xorijdagi ish beruvchi kompaniyalarga yo'naltiriladi. Kelgusida bunday o'quv kurslari respublikamizning boshqa hududlarida ham tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Haydovchilarni Yevropaga yo'naltirish dasturi deb nomlangan mazkur loyiha 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich Vatanparvar tashkiloti haydovchilarni tayyorlash uchun o'quv moddiy texnik bazasi va ishchi kuchini taqdim etadi. Ikkinchi bosqich Swift Road Transport Academy mas'uliyati cheklangan jamiyati Yevropa standartlariga mos o'quv kurslarini tashkil qilib, haydovchilarga sertifikatlarni topshirishda hamda Yevropa logistika kompaniyalari bilan aloqa o'rnatadi. Uchinchi bosqich Zekasp xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati har tomonlama tayyor bo'lgan haydovchilarning hujjatlarini rasmiylashtirib, ish beruvchilar bilan bog'lanadi va ularni Yevropa mamlakatlariga ishga yo'naltiradi.